tuz deb gapiramiz aslida sizlarga tushuntirish uchun. Aslida bu yerda osteoxondroz degan narsa bor. Umurtqalarda orasidagi elastikliklarda kamayib ketish bo'lishi. Yarim oydan beri stresslilikda bir kun oldin stress bo'ldi. Shunda mana shu qo'limni kesib oldim, mana shuni qattiq ezuvdim. Shundan keyin nima bo'lib, rangim oqarib, mana shu yerga bir narsa kelib, rangim oqarib, nafas yetishmaydi, keyin o'zimga kelib oldim. Shundan beri qo'lim og'riyapti. Ha, stress paytida qo'lingizni kesib oldingiz. Ko'tarolmayapman, orqaga ham qilolmayapman. O'zimni orqaga yopishib. O'shandan beri og'rig'imiz kuchayyaptimi yoki bir xilda turibdimi? Kuchayib, o'zi bora niqa qilyapti. Osilib boryapti. Qaysi paytda og'riq ko'p bo'lyapti? Uxlayotganingizda bo'lyaptimi yoki Yotganimda ham kechqurun. kechasi yotganingizda og'riq kuchayyapti? Yo'q, agarda joyga tegib ketsa, mana shunaqa uzilgandek qilib og'rib qolyapti. Hali ham bitta mashinani nimasiga tegib ketib, mashatim hech nima bo'lyapti. Lekin ko'tarolmayapman. Unisini bemalol bunisi. Qo'lda kuchsizlanish bo'lyaptimi, yo'qmi? Yo'q, ammo ishlatyapman. Kuchlari yaxshi, harakatlar. Ishlatyapman, lekin ko'tarib orqaga qilolmayapman. Bu og'riqni hisobiga bo'lyapti-da, shunaqami? Bo'ldi. Oy. Og'riq bola? Malatimda bor. Malatim bilan. Titrash ham bo'lyapti ozgina. Bunda yo'q, mashatimda imonatim. Hozir mana shu harakatda og'riq bo'lyaptimi? Bosh qo'ying. Siz yordam bermang o'zim. Bormi og'riq? Jicha bor. Bosh qo'ying. Og'riq bormi? Jicha. Bu holatdachi? Jicha. Bo'ldi. Bormi og'riq? Ko'tarolmayman. Bo'ldi. Bunisini ko'taraman. Bu tarafda bemalol. Bemalol bunisi. Bo'ldi. Boshingizni bosh qo'ying. Og'riq bo'lyaptimi? Yo'q. Matlarda og'riq yo'qmasganmiz? Naksikchi? Endi og'riq yo'q. Bormi og'riq? Onatimga jicha beryapti ursal, mana shu tarafidan. Matlarda yo'qmi og'riq? Yo'q, bunday ko'targanimda bunday qilib ko'taryapman mana qo'limni. Qarab turing. Uyqu qanaqa? Uyqu yaxshi. Yaxshi bo'lyaptimi uyqu? Faqat mana shu qo'lim og'riyapti-da borgansan. Bo'ldi, hozircha. Yuraydiki basi bu. Yo'q, yuraylik emas. Nima ishlar qildingiz? Nima dorilar ishlang? Hech narsa qilmadim. Faqat o'zim haliga nima yayaman ko'proq anaqa nimamda ishlarimni qilyapman, lekin o'qiganim yo'q. Bitta vrachimni yozib beruvdi. Unga ishonmadim, sizga keldim to'g'risiga. Qilganimda baribir lecheniyaси boshqa edi. Oldin siz lecheniya qilganmizmi? Qilamiz. Yaxshi o'lyapti. Shunimi? Qani boshqacharoq yengilroq turini qilaylik, buni. Kimni qo'limni ko'targanimda men bebuk bo'lyapman. Bunday qilyapman. Bo'ldimi? Stresslar bo'lmayaptimi? Nimalar? Stresslar bo'lmayaptimi? Stresslar shu qizniki bo'ldi-da, shu stress. Bir kun oldin bitta yomon gap eshitdim. Psixolog orqasidan mana shu qildi. 5-6 kun yotib lecheniya qilsak qanaqa sharoit? Chunki bu yerda faqat stress emas, bo'g'im shamollash ham ketyapti, matnli jigarlar shamollash ham ketyapti-da. Hammasini ildizida bo'yin osteoxondroz yotyapti. Osteoxondroz degani bo'yinda tuzlar ko'payishi degani. Tuzlar ko'payishini hisobiga tuz deb gapiramiz aslida sizlarga tushuntirish uchun. Aslida bu yerda osteoxondroz degan narsa bor. Umurtqalarda orasidagi elastikliklarda kamayib ketish bo'lishi. Vaqt o'tgan sari bu organizm o'zi moslashib boradi bu tuzlarga. Lekin qachondir shamollash, yallalanish holatlarda nervlar ishib qolib og'riq beradi. Harakatga xalaqit beradi. O'sha ishqlarni qaytarib olishimiz kerak. Yaylovman o'yin baland chiqdi. Degan analiz topshirdim. Uni ochiq qoringa topshirishimiz kerak, biz boshqadan biokimiyalar topshirishimiz kerak. Maslahatlashingchi 5-6 kun bo'lsa qarab mana shu davolab beramiz. Xo'pmi opa? Uyda ular olsam bo'ladi. Yo'q, ukol olish u mayli, muammo emas, просто vrach nazorat kerak. Shuning uchun aytyapmiz, xo'pmi opa? Hozircha dastlabki muolajalar yozib beryapmiz. Qachon qilib keling? Iloji bo'lsa ertaga kelinglar. Xo'pmi? Bungacha shoshilmay turamiz, maylimi? Sog' bo'ling. Ertaga nechiga keling? Erta 9-10 larga kelavering.
Xo'p, opa. Xo'p. rahmat. Sog' bo'ling.